8 martdagi bollamani görmeng qapti oyma qara. Vay vay ene. Narxi 380 so'm. Bebaho lekin bu aslında. Azizlar, agarda shunday sovg'alar kerak bo'ladi bo'lsa, Trend parfyumga kelaverasizlar. Hozir nedaligini ham aytib o'taman. Qazaq bozori yo xona bilan para birmizlar o'zimiz Hazara sentrna Kok markaziga kelasizlar. Bundan tashqari ham har xilina podarkalari menga soldirsangizlar ham bo'ladi, chakki podarishli narsalar ham bor. Ima qarang, barakins. Ima qarang. Voy voy. Navoikan bu deb shunni assan gul dedi. Assalomu alaykum, bormisizlar musofirdagilar, u yondagilar, qadrdonlar, sizlarga xudo xolasa yana bir yangilik aytib o'tamiz. Sizlar bilan birga men ham to'g'risi hozirgina xabar topdim. Trend parfyum endi Hazara sentrda ochildi. Bir de har xilina duxiylar, ya'ni podarishli sovg'alar, o'yinchoqlar, gullaring iskusteniydan tutib jo'yinadim bor ekan azizlar. Endi xudo xolasa keling men sizlarga bir to'liqroq aytib beraylik. Men sizlarga aytamiz sizlar hozir birinchi. Yana Hazara tumanini Kok sentraga kelsangizlar go'shtchilar qatoringlar, o'zing go'shtchilar qatori. Bular go'shtchilar bu yerda Kazak bozori, ya'ni Kazak bozori deyapman. Sentri Bekon bozoriga kiriladi. Bu taraf ham sentr, bu taraf ham sentr. Gap qisqasi, shunning gaplar azizlar. Xuddi shu yerda bera keling. Ko'rsatib bering afishani Trend parfyum. Mana. Xuddi shu yerda ochilgan. Nasib etsa sizlarga shuni obzor etib o'tamiz ham ichindagi narsalarni. Meni o'zimni jo'ram, ya'ni yoshlikda o'sgan jo'ramiz. Karimboy inshaalloh xudo xolasa shu yerda chiroyli qilib ochibdi. Xalqqa yanada osonroq bo'lsin. Ya'ni shunday sovg'alar, shunday narsalarga qarab birga insonlar bo'lsa, kelib shu yerdan olib beradilar. Ya'ni Kazak bozori odam atib kirib bermaydilar degan maqsadda. Bozori bahosidan qimmat emas, arzon bo'lsa arzon dedik. Keling. Like bosib beringlar. Hozir o'zinda. Boshqalarga rahmat. Kelamiz endi. Karimboy o'zingizdan bir suhbat olamiz endi hozir. Gul terib yaptı jo'ram o'zlari. Xudo xolasa. Sizlar zakaz qilsangizlar, aytingizlar sizlar ham taxlab beradi. Muammo yo'q umuman. Jo'y desangizlar, jo'y. Iskustenniy desangizlar, iskustenniy gap qisqasi podarishli narsalar shu yerda joylashgan. Hali bozor bahodan arzon, arzon qimmat emas degan gapni men to'g'ri aytdimmi yo xatomi? Esa shuni ildirasiz hozir. Bir tushuntiramiz endi bir yandan. Avval so'rashib olasiz. Ya'ni salom alaykum, hurmatli yurtdoshlar, otashjonim, qadrli muxlislari. Eng avvalo 10 bo'lsin. Rahmat. To'g'risi men ham bu magazin siznikiligini bugun xabar topdim. Xalqimizga shunday bir imkoniyatlar, ya'ni hozir men yana bir vaja aytib o'tdim. Kazak bozori odam atib kirib bermaysizlar, mashina shu yerda qo'yib, shundan olib berasizlar, nima kerak bo'lsa dedim. Kechki 11-12 dan shu yerda olamiz, xudo xolasa kelarasizlar. 12 odammi kechki? Ana bu ma'lumot. Kazak bozor uzoqi bo'lsa 3 yo 4 odam ishi. Shundan yoddan chiqarmanglar. Kechroq yerda podarka qilasangiz, yarqasan, nodir bir ishdan kesilib oladi, xudo xolasa. Qara endi bu yerda novlar bor, bir yana batafsil ko'rsatsangiz, sifatini, arzoni, qimmatini bu gulingizni endi ma'bart turing buni. Hava, yuring endi. Jo'y o'xshaydi bu. Jo'y bu. Og'irroq. Bu ekskursiyasi bor, bu yerda jo'ylari bor. U qarang, ikkisini tutsang sezilmaydi. Ha, sezilmaydi. Bu jo'y ekan, bu ekskursiyaning. Voy. Bu chekki xususiyat ham bormi? Молодец. Mana esa bir yengil maydonida bir yerda qo'yib tursangizdan biz sizni bir 5 minut vaqtingizni olamiz. Ko'p emas. Obunachilar uchun bo'ladi, ham like bosuvchilar uchun. Nasib etsa. Novdan boshlasangiz bo'ladi. Endi hozir bera kelib turgan narsalar, ko'proq odamlar novlarni talab etib turibdi. Bu yerda shu odamlarga kerak bo'lib turgan parfyumeriya mahsulotlari, ayollarning saç taqinchoqlari, sirg'alari ham o'zlari bor bu yerda. Qani ko'rsatay, bir yandan. Bu yerda qo'l setlari bor, ranglari oqarmaydigan, sifati yaxshi. Oqarmaydi. Ha, muz qo'ylar ham bor, jinskilar ham bor. Sifati yaxshi setlar, duxiylar bor, keyin originallari bor, dubayskilari bor, hamma o'zlar sifati yaxshilarni aytgan ko'pmiz. Aşı excite'medi u. Shundan birini ben ismi bir alamaz şundan. İkiniz hep ben şundan. Bizeki xuddi şundan edi, kalmadı. Ulan sovg'a edi. Ömürbek Kemal'i göredi, onu kamerada sovg'a etmedi ekan. U kalmadı, endi alamiz yine. Xuddi shu narsa bular o'zi nima desam bo'ladi? Isi, hidi hammasi 1 xil oladimi? Borami? Hidi 1 xil bo'ladi. Excite. Excite ham hidi 1 xil bo'lsa, originali bo'lsa 1 xil bo'ladi. Ha. Bu shu 250 ekan bu. Skidga beramiz. Obunachilar so'rab kelsan shu. Otashlidan kelsalar skidga beramiz. Aniq. Yetarli darajada. Ana. Endi buni alamiz, nasib etsa.
Yine ne gap so'zda hozir duxilari arzonlaridan boshlanadi bu yerda arzon duxilar. Arzonlari 10 ming so'mlik ham bor. 10 ming so'mlik ham bor. Keyin millionlik ham bor. Ha, millionlar. Italiya, Fransiya bo'lsa 700-800 ming, 1 million har xil. Bundan ziyod. Duxining o'zi brendining taniqliligini qarab, narxini qarab belgilangan-da. Tushunarli. Ana, azizlar, duxidan ne kerak bo'lsa, jenskiy, mujskoy qaysidan nechik sifati 10 mingdan tutib millionlardan bor ekan, bemalol asanza bo'ladi bu ma'lumot. Endi yana nechik narsalarga o'tamiz. Bu yerda kartinalar, qadarishli narsalar ham bor. Bu yerda detskiy o'yinchoqlarimiz ham bor. Masalan, tug'ilgan kunlarga kechga bo'lsalar, to'g'ri kelib olib chiqib beradilar. Xudo xolasa yana ham yig'atir. Bolalar uchun. Tamam, bolalar uchun. Detskiy qadar kerak bo'lsa, to'g'ri kelib olib chiqaradilar. Tushunarli. Yine. Keyin miyaq yugurishkalarimiz ham bor, har xil assortimentda. Yugurishkalar. Iskustuniy gullar ham bor. Desalar bemalol olaveradilar, nodir narsa kerak bo'lsa. Shampun, bu yan tarafda gördüm dezodorant, he? Tamam. Dezodorantlar, ishqilib shunday narsalar bu yerda. Shu o'zalik haqiqatan keyfim ketdi. Bular ishlarni qo'shib taxlab ham beraveramiz, yana misol uchun har kimning kissasindagi pulni qarab taxlanadi, misol uchun do'ldirsalar ichlarni qimmatga tushib boraveradi. Hali men uni pasini ochmoqman. Birini juvo gul ham taxlab beramiz, bir oz iskustuniy gul turibdi. Juvo ham bitaveradi. Qadrli bo'ladigan bo'lsa odam juvo gul taxlab desa, juvo gul taxlab beramiz qo'shib. Sel nera ko'sa bundan. Ha, sel sevib ko'rakat desa ichindagi shokoladni olaveramiz. Ajoyib. Malades. Yine. Mesela kimseler var he? Bular ichidan juvo gul, savatcha o'sha tutib taxlab beramiz da. Götürüp basan oladi, bemalol. Bir de gözlere gördüysemi? Birden antikoniy narsalar. Buni açıp görmedim hozir. 8 Mart'ta buni yigitlar görmey qapti da. Eğer görganda oladi dedilar. Görganlar ikkita, ikkalandan qolgani. Ikkalandan qolgani bu. Sen bunu ya operator bilan men görmey qolman buni. Ikki dona qapti. Bir de vaqtlarimiz bo'lmadan sizlar xabar berarkan. Bir de taqinchoqlari bor, isirg'alari, yuziklari, bujuteriya mahsulotlari bor, zakolkalari bor. Bujuteriya dedim men. O'zi bozordan asosan zakolka bilan parfümeriya qildiki. To'g'ri. Endi klientlarga qulay bo'lsin deb sentram keldi. Tushunarli. Bozor ichida, kola bozori ichi bilan o'tib, borib shu o'rtaga chiqarishda chap qo'lda u golovayda joylashgan. Shunda Karimboy magazin nida desangizlar o'zlar, ma'lumasa aytadilar. Bizda juvo gullarimiz ham bor, har xil. Har haftada kelib har xil assortimentda. Mana addini ko'p ko'p ekansizlar. Her kimin didine qarab buketlarimizni aytib beramiz. Şu an gelip görsangiz. Kelaveramiz. Her xilisidan bor. Konditsioner ishlatib ekan bu. Ha, bir de salqin havoda dursa ko'proq durib beradigan gullar. Har xil savatlar ham taxlab beramiz, qo'sha-qo'sha. Taxlangan rasmlari bor. Tashlab beraman, qo'yib ko'rasiz. Yine. Bular atirgulmi bu? Atirgul ha. Atirgul. Bular shtukani hisoblanadi o'zimda? Buket ezasak shtukani hisoblanadi, ha. Shtukani hisoblab bo'lgan shtukadan pul to'laydilar, bizlar buketi bilan xizmat haqqi shuni ichida bo'ladi-da. Hozir men bunday oldi. Buni ko'rsatdik-kudan, "Aka, bunaqa pulini so'ramabsan" dedi, insonlar bo'lsin inshaalloh. Pulini misol uchun qiziqqan odam bo'lsa, hozir kerak vaqtida so'rasalar, shuni narxi shu vaqtdan to'g'ri kelsa, shu bahodan aytamiz-da. Tushunarli. Bizning obunachilarimiz bizlar Telegramda, Instagramda bormiz, bizlar narxini so'rasa, zarur bo'lgan vaqtda biz sразу aytib beramiz. Shu kerak vaqtidagi bahoda-da. Buni har safar har xil bayramlarda, misol uchun qimmat bo'ladi, boshqa vaqtda arzon bo'ladi, yangi yildan burun qimmat bo'ladi, shuna qarab, fasilga qarab bor. Tushunarli. Dekonchilik o'tkazsa arzonroq o'tib beradi. Bular lola, Lola. Voy, Lolalar qo'shvoy. Bu achiladimi bu, to'g'rimi? Achiladi, salib qo'ysa, suv salib qo'ysa, yopib borib, qo'shaverib achiladi. Tushunarli. Bu yoshi kichkinaroq. Buni o'zi aslida vodiy demadida bir kiradillikda aytadi bu aslida. Bu qizoldaq-ku. Bu lola achilmasdi menimcha. Ha, uni boshqa. Buni panetda yetishtiradilar buni. Ana esa yurtdoshlar jo'yinlar kerak bo'lsa, bularni ichine taqlib berasizlar. Bular ichine xo'shab taqlab beramiz misol uchun. Har xillar qaysi ma'qul. Men hozir ekranda sizni telefon nomeringizni qo'ysam, telefon ursalardan bemalol nodir burgachi shu magazinda qiziqib olsa narxini aytib berasiz-ku. Narxini aytib beramiz, dastavka ham aytib beramiz, deydi bo'lsalar. Misol uchun siz obunachilarimiz ko'pincha chet ellar-ku. Misol uchun yaqin qarindoshini padarka kerak bo'lsa bizga aloqa chiqsalar, sразу taksi-taksidan yo o'zlarimizdan olib borib beramiz shulardan. Xo'sh, aytib. Ana, rasmlarni tashlab beramiz, ko'rib saylayveradilar.
Ana, otash to'nini uchun ko'rasizlar. Xuddi shunday foydali videolarlar borligi uchun, sizlar shu salina bo'lsa foydasi yetib turganligi uchun sizlar like bosib turasizlar lekin. Endi hozircha menimcha shu yangilik bo'lsa kerak bizlarda, to'g'rimi? Eng muhimi, shuni kommentariyasidan ko'pchilik baribir nomer qo'yib kelsak ham kommentariyada yozib o'tiradilar-da, buni chekan deb. Kommentariyaga ehtiyoji bo'lib tursangiz zo'r bo'ladi. Bo'ldi. Xudo xolasa, e'tibor bilan kuzatsangiz, yer salqin ekanlik. Haqiqatan gullar sviji saqlanish uchun. Qadrdonlar, qo'ldan kelsa videolar ketishga harakat etdik. Eng muhimi shu yerda Trend parfyum ochildi degan ma'lumot edi. Nasib etsa. Kelasizlar, hazatib shu yerda narsa xarid etib, mashinangizni shu yerda qo'yasizlar, bemalol xarid etib ketaverasizlar. Bozorga kirib o'tirish shart emas. Ya aytganimdek, Qozaq bozori jup kunlari ishlaydi, bu har kun ishlaydi axir. Tamam, xudo xolasa. Bu jup kunlar ishlaydi, bu har kun. Yana buni plus tarafi geceki 12 ga ishlaydi. 8:30 dan kechki 12 ga shunda olamiz. Aha, azonki. Tamam. Ana esa. Shunda kelaverasizlar, bemalol sizlarni taklif etamiz azizlar. Yani bu siz ham omad. Bemalol xalqqa kelgan shu sovg'alarni xarid etib olishda siz ham yordam berishda charchaman. Sog' bo'ling, gap turing. Xudo xolasa.